Bu bozorda dona yo'q, faqat pachka, eng kami bir pachka olish kerak. Mana o'sha hamma so'ragan trenddagi bozor. Yangiliklar, mana kamzirlar chiqdi. Mana ranglari buni. Kattalar uchun. Bular pachkaga 80 ming so'm ekan, gulliklari 50 ming so'm ekan. Bu kapshonkaliklar 90 ming so'm ekan. Maktab yoshidagi qizlarga kashmirlar 50 ming so'm ekan pachkaga. Birinchi ikkinchi sinfga tushadi ekan. Bu bozorda kattalarniki ham bormi deganlar juda ko'p bo'lyapti. Kattalarning kiyimlarini juda ko'p bitdi. Kashmir sportivkalar, ayollar uchun kamzirlar pachkaga 170 ming so'm. Maktab yoshidagi bolalarga 100 ming so'mdan kurtkalar. Ranglar, razmerlar bor. Xalatlar ham rassetkalar, sirop. Bizda legendarniy ishlar. Mana yangilik chiqqan, yangi fason. Ko'ynakchalar, tepa pastlar bor. Bemalol kelaverasizlar. Kattalar uchun trikolar 25 ming so'mdan narx. Pachkaga faqat. Ko'pchilik so'rashyapti, bu bozorda dona bormi deb. Bu bozorda dona yo'q, faqat pachka, eng kami bir pachka olish kerak. Detskiy pijamalar 12 ming so'mdan. Ranglari bor. Tepapastlar 30 ming so'mdan. Bular 30 ming so'mdan. Bular 35 ming so'm ekan xalatchalik. Bu ham 30 ming so'mdan. Vaniza ishtonchalar 10 ming so'mdan. 10 ming so'm ekan mana pachkaga. Pachkada 3 ta bo'ladi adashmasam. Bolajonlar uchun kombinezonlar 45 ming so'mdan. Bog'cha bolalar uchun pijamalar 17 ming so'mdan. Nimaga yaxshi kayfiyat, like, kommentariya bosishdan chiqarmanglar.